Repetitorga bormasdan IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rish mumkinmi? Salom do'stlar, bugun sizlar bilan IELTS imtihoniga mustaqil tayyorgarlik ko'rish mumkinmi va ushbu imtihon uchun tayyorlanishda eng yaxshi kitoblar va qo'llanmalar qaysilar? Shular haqida gaplashamiz. Birinchi savolga javobni o'z shaxsiy fikrim bilan boshlamoqchiman. Meni fikrimcha, ha, mustaqil tayyorgarlik ko'rish mumkin. Agarda sizni ingliz tili darajangiz upper intermediate va advanced darajada bo'lsa va siz IELTS imtihoni haqida boshlang'ich tushunchaga ega bo'lsangiz. Men bu narsani o'z shaxsiy tajribamdan kelib chiqib gapiryapman, chunki birinchi marta IELTS imtihoni topshirganimda universitetda 4-kurs talabasi edim. Tayyorgarlikni esa 3-kursligimdayoq boshlaganman. 3-kursligimda 2 oy davomida repetitor o'qituvchiga darsga borganman, ammo biz bilamiz, ko'plab talabalarda moliyaviy qiyinchiliklar uchrab turadi. Shu sababli men ham darslarni to'xtatishga majbur bo'lganman va keyingi 1 yil davomida IELTS imtihoniga mustaqil tayyorgarlik ko'rganman. Ammo mana shu mustaqil tayyorgarlik ko'rishimdan oldin menda boshlang'ich tushuncha IELTS haqida boshlang'ich bilim allaqachon bor edi. Va mana shu 1 yillik mustaqil o'qib o'rganish natijasida birinchi marta IELTS topshirishda umumiy 7,5 ballga erishganman. Va shuningdek, mening shaxsiy tajribam shuni ko'rsatadiki, siz IELTS imtihoniga mustaqil tayyorgarlik ko'rayotganingizda reading va listening qismidan yuqori ball olishingiz ehtimoli katta. Chunki men ham birinchi urinishimdayoq listening qismidan 8,5, reading qismidan esa 8 ball olishga muvaffaq bo'lganman. Lekin writing va speaking qismlaridan yuqori ball olishingiz anchagina qiyin kechadi. Chunki reading va listening vazifalarini bajarganingizda ko'pincha to'g'ri javoblar kitob oxirida berilgan bo'ladi va mana shu javoblardan foydalanib, aynan qayerlarda xato qildingiz, nimalarda xato qildingiz, shu narsalarni analiz qilib olishingiz mumkin. Ammo writing va speaking qilganimizda, ya'ni ingliz tilida insho yozganimizda yoki qandaydir nutq qilganimizda biz qayerlarda xato qilyapmiz, xato va kamchiliklarimiz qayerda bo'lyapti, bu narsalarni o'zimiz ayta olmaymiz. Shuning uchun ham mustaqil o'qib o'rganishim natijasida men writing va speakingdan atigi 6,5 ballga erishganman birinchi topshirishimda. Hozirgi IELTS ballim 8,5 va 7 yildan buyon o'quvchilarni IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rdirib kelaman. Mana shu shaxsiy bilimlarim va tajribalarimga tayangan holda bugun sizlarga IELTS imtihoni uchun eng foydali, eng kerakli kitoblarni tavsiya qilmoqchiman. Agarda siz shu kitoblarni batafsil va to'liq o'rganib chiqsangiz, ichidagi ma'lumotlarni izchil o'rganib chiqsangiz, albatta IELTS imtihonidan 7 ballga erishasiz. Meni ko'pdan buyon kuzatib kelayotgan obunachilarim yaxshi bilishadi. IELTS imtihonining markazida, ya'ni yuragida umumiy ingliz tili darajangiz yotadi. Ya'ni sizni umumiy ingliz tili darajangiz qanchalik yuqori bo'lsa, IELTS imtihonida shunchalik qiynalmaysiz va shunchalik yuqori ball ola olasiz. Shu sababdan hozir sizga avvalo umumiy ingliz tili darajangizni oshirish uchun kitoblar, keyin esa IELTS ga mos kitoblarni tavsiya qilaman. Kitoblar darajalarga mos ravishda beriladi. Keling avvalo quyiroq darajalardan boshlaylik, ya'ni pre-intermediate darajadan boshlaymiz. Agarda sizni darajangiz pre-intermediate bo'lsa, siz eng avvalo grammatika va lug'at darajangizni oshirish ustida ishlashingiz kerak. Siz uchun eng yaxshi qo'llanmalardan biri bu B1 Destination kitobdir. Ushbu kitobda eng kerakli grammatika qoidalari umumiy tarzda oson tilda tushuntirib berilgan va bundan tashqari nutqda ko'p ishlatiladigan eng kerakli so'zlar ham vocabulary unitlarida berib borilgan. Bundan tashqari siz reading, listening va speaking haqida umumiy tushunchalarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, yana bir kitobni tavsiya qilaman. Bu Hathaway Pre-Intermediate darajasi hisoblanadi. Bu kitob unchalik qiyin emas, o'zingiz mustaqil o'rgana olasiz va mana shu kitob orqali siz ingliz tilida reading va listening qilish va speaking qilish haqida umumiy fikrga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, IELTS haqida tushunchaga ega bo'lish uchun, IELTS imtihoni haqida tasavvuringizni shakllantirish uchun sizga mos juda ham yaxshi bir kitob bor. Bu Complete Level 1 kitobi hisoblanadi. Bu kitob aynan pre-intermediate'dagi o'quvchilarga mo'ljallangan bo'lib, ichidagi barcha vazifalar, audiolar va matnlar mana shu darajaga moslashtirilgan, ya'ni osonlashtirilgan. Bu kitobni bemalol o'zingiz self-study qilib o'qib tushuna olasiz. Mana shu 3 ta kitobni aytaylik 3 oy davomida o'qib chiqsangiz, kuniga kamida 3 soatdan vaqt sarflab 3 ta kitobni tugatib chiqsangiz va keyingi 4-oy davomida siz IELTS bo'yicha practice qilsangiz, ya'ni listening, reading testlarini ishlab, speaking va writing qismida mock ekzamenlar topshirsangiz, siz albatta kamida 5,5 ballga erishasiz. Bilaman, 5,5 ball juda ham yuqori ball emas, lekin 5,5 ball hozir shu yil O'zbekiston universitetlariga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun juda ham kerakli, chunki biz bilamiz, agarda sizda IELTS 5,5 sertifikat
sertifikati bo'lsa, O'zbekiston universitetlariga kirish imtihonlarida ingliz tili imtihonidan ozod qilinasiz va sizga to'liq 30 ball qo'shib beriladi. Ammo bu kitoblarni shunchaki ko'r-ko'rona yuzaki o'qib chiqsangiz, ularni chuqur ma'nosini anglab, so'zlarni yodlab o'rganmasangiz, siz maqsadingizga erisha olmaysiz. Shu sababdan kuniga kamida 3 yoki 4 soat sarflab, kitoblarni to'liq o'qib o'rganishga, ichidagi yangi so'zlarni yodlashga, audiolarni tinglashga, matnlarni o'qishga vaqt sarflashingiz kerak. Keling endi keyingi bosqichga o'tamiz. Intermediate bosqichidagi o'quvchilar ular qanday kitoblardan foydalanib mustaqil dars qilishlari kerak. Ular uchun grammatika va lug'at boyligini oshirishga mo'ljallangan eng yaxshi kitob bu B2 Destination kitobi deb hisoblayman. Chunki bu kitobda grammatika qoidalari B1 ga ko'ra murakkablashtirib berilgan, ozroq qiyinroq, miyangizni ko'proq ishlatishingizga to'g'ri keladi va lug'atlari ham juda ham yaxshi berilgan, har xil mavzularga oid mavzulashtirilgan phrasal verbs, phrases, collocations va boshqa so'zlar berib borilgan. Bu kitobni mukammal o'rganish orqali siz grammatik va lug'at darajangizni juda ham yaxshi oshirib olasiz. Endi esa listening qobiliyati haqida gaplashaylik. Intermediate darajadagi o'quvchilar listening qobiliyatini oshirish uchun eng yaxshi qo'llanmalardan biri bu 6 Minutes BBC English hisoblanadi. 6 Minutes BBC English BBC kompaniyasi tomonidan har haftalik tarzda internetda berib boriladi. Maxsus sayti bor, bu bbclearningenglish.com. Shu saytga linkni quyida video haqidagi ma'lumotda qoldiraman. Bemalol mana shu saytga kirib, har xil audiolarni topib, ularni download qilib olib, ya'ni kompyuteringizga yoki telefonga yuklab olib, eshitib yurishingiz mumkin. Nima uchun 6 Minutes BBC English? 6 Minutes BBC English har xil mavzularda, qiziqarli mavzularda turli suhbatlarni berib boradi. Bu suhbatlarni eshitish orqali siz audio eshitish qobiliyatingizni rivojlantirib borasiz. Mana shu suhbatlar ichida berilgan lug'atlarni o'rganish orqali lug'at boyligingizni ham oshirib borasiz. 6 Minutes English IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'ruvchilar uchun eng katta yordamchilardan biri hisoblanadi. Keling endi reading qobiliyati haqida gaplashaylik. Qanday qilib reading skilllarni yuqori darajaga olib chiqishingiz mumkin? Mening fikrimcha, reading qobiliyatingizni yuqoriga ko'tarish uchun eng yaxshi kitoblar va qo'llanmalardan biri bu ELS, ya'ni English Through Reading kitobi hisoblanadi. Bu kitob 3 ta darajani o'z ichiga qamrab olgan, ya'ni Intermediate, Upper Intermediate va Advanced darajalarni o'z ichiga qamrab olgan. Bu kitob juda ham katta, 500 varaqdan ko'p va ichida har xil mavzularda matnlar berilgan. Har bitta matn 3 tadan mashqqa ega. Birinchi mashq vocabulary mashqi, ya'ni so'zlarni definition o'qib turib, qaysi so'zlar aytilayotganini matn ichidan topib olishingiz kerak. Ikkinchi mashq multiple choice mashqi, ya'ni savolni o'qib, matnni o'qib bo'lgandan so'ng o'sha savolni o'qib, berilgan variantlardan bittasini tanlashingiz kerak. Test savollari. Uchinchi savol esa gap filling, ya'ni nuqtalar o'rniga qolib ketgan so'zlarni qo'yish mashqlari. Endi tasavvur qiling, bu kitob juda ham katta kitob. Juda ko'p o'quvchilar internet orqali menga yozib, "Xo'sh, mana shu kitobni tugatib chiqsam, darajam ko'tariladimi? Readingdan 8 yoki 9 ola olamanmi?" deb so'rashadi. Mening javobim: ha, siz ola olasiz. Qachonki bu kitobni to'liq va batafsil tugatib chiqsangiz, ichidagi ma'lumotlarni mukammal o'rganib chiqsangiz, tasavvur qiling, bu kitob 500 varaqli kitob va ichida taxminan 300 ga yaqin matnlar bor. Mana shu 300 ga yaqin matnni hammasini to'liq o'rganib chiqib, ichidagi yangi so'zlarni yodlab, testlarni bajarib, gap filling, ya'ni nuqtalar o'rniga so'z qo'yish mashqlarini ham tugatib chiqsangiz, sizni reading darajangiz juda ham yuqori darajaga oshadi. Chunki bu juda katta ma'lumot, bu hazilakam ish emas. Sizlarga motivatsiya sifatida aytmoqchimanki, mening o'quvchilarimdan biri mana shu kitobni to'liq tugatib chiqqan, advanced darajasigacha tugatib chiqqan va natijada IELTS reading qismidan 9 ball erishishga muvaffaq bo'lgan. Mana shu misolni ko'pchilik o'quvchilarimga beraman. Afsuski, ko'pchilik o'quvchilar bu kitobni oxirigacha tugata olmaydi, chunki bu kitob anchagina qiyin kitob, oson ish emas. Aytishga oson, lekin bu kitobni to'liq bajarish uchun sizdan kattagina sabr, matonat, chidam talab qilinadi. Xo'sh, endi sizga savol. IELTS readingda 9 ballga erishish uchun mana shunchalik katta sabr va matonatingiz bormi? Bu kitobni tugatib chiqishga bardoshingiz yetadimi? Videoning shu qismiga qadar juda ham ko'p kitob va manbalarni sanab o'tdim, ammo e'tibor bering, ushbu kitoblar sizni umumiy til darajangizni oshirishga va IELTS imtihoni haqida umumiy boshlang'ich tushunchaga ega bo'lishingizga yordam beradi xolos. Bundan tashqari siz imtihoningizga 1 oy yoki 2 oy vaqt qolganda practice testlar ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Practice testlar bu IELTS imtihonida tushgan savollardan tuzilgan testlar bo'lib, bu testlarni ishlash orqali siz IELTS imtihonida taxminiy necha ballga erishasiz, qanday savollar beriladi, qay tartibda beriladi, shularni bilib olishingiz mumkin.
Praktik testlar uchun eng ishonchli, eng foydali manbalar bu Cambridge universiteti tomonidan chiqarilgan manbalar hisoblanadi. Chunki biz bilamiz, IELTS imtihonidagi barcha savollar Cambridge universiteti til mutaxassislari va professor o'qituvchilari tomonidan tuziladi. Shuning uchun ham eng ishonchli manbalar bu Cambridge universiteti tasdiqdan o'tgan manbalar hisoblanadi. Cambridge shu paytgacha jami 15 ta praktik test chiqargan. Ammo birinchi 4 ta kitob eskirib qolgan. Shuning uchun ham sizga tavsiyam 5-Cambridge kitobidan boshlab 15-Cambridge kitobigacha imtihoningizga 1 oy yoki 2 oy fursat qolganda ishlab chiqishingiz kerak. Bundan tashqari, bularni ishlab tugatganingizda qo'shimcha foydali manbalar bu Pauline Kalim muallifligida yozilgan The Official Cambridge Guide to IELTS kitobi deb hisoblayman va yana IELTS Trainer kitobining 1 va 2 kitoblarini ham ishlab chiqishingiz mumkin. Bu kitoblar ham albatta Cambridge universitetining tasdig'idan o'tgan. Afsuski, ko'plab til o'rganuvchilar IELTS imtihoniga tayyorgarlikni boshlashganda praktik testlar ishlashni birinchi o'ringa qo'yib qo'yishadi. Ya'ni ular umumiy ingliz tili darajasini oshirish, grammatika va lug'at boyligini oshirish ustida umuman ishlashmaydi, faqatgina praktik testlarni ishlab chiqishadi. Jamiki barcha chiqarilgan praktik testlar kitoblarini yig'ib olib, ichidagi hamma testlarni ishlab chiqishadi-yu, darajalari oshmay qolgandan noliyverishadi. Menga ko'pincha internet orqali ko'plab til o'rganuvchilari, ko'plab IELTS imtihoniga topshiruvchilar yozishadi va aytishadi: "Hamma praktik kitoblarni tugatib chiqdim, 15 ta Cambridge kitobini tugatib chiqdim, lekin darajam oshmayapti, 5 balldan oshmayapti yoki 6 balldan oshmayapti. 40 tadan faqat 20 ta topyapman, 40 tadan faqat 25 ta topyapman" deb nolib qolishadi. Bu narsa tabiiy hol, chunki praktik testlar sizni darajangizni oshirib bermaydi. Ular shunchaki IELTS imtihonidan taxminan necha ball olishingiz mumkin, shuni ko'rsatib beradi, xolos. Aytaylik, sizni darajangiz pre-intermediate bo'lsa, unda siz taxminan 19 ta 20 ta to'g'ri javob topasiz 40 ta savoldan. Biz bilamiz, IELTS reading va listening qismida bizga 40 ta savol beriladi. Va aytaylik 15 ta praktik kitobni tugatib chiqdingiz, 20 ta praktik kitobni tugatib chiqdingiz. Darajangiz o'z-o'zidan 19 ta 20 tadan 30 ta to'g'ri javobga, 35 ta to'g'ri javobga chiqib qolmaydi. Chunki praktik testlar yuqorida aytganimdek til darajangizni, til boyligingizni oshirib bermaydi. Ular shunchaki hozirgi til darajangiz qaysi bosqichda turibdi, shuni ko'rsatib beradi, xolos. Shuning uchun ham oldingizga maqsadingizni to'g'ri qo'ying. IELTS imtihoniga tayyorgarlikni boshlaganda sizning maqsadingiz iloji boricha ko'proq praktik test ishlash emas, balkim umumiy ingliz tili darajangizni oshirish bo'lishi kerak. Praktik testlarni esa imtihoningizga 1 oy yoki 2 oy muddat qolganda ishlab chiqish juda ham foyda beradi. Video boshida aytganimdek, IELTSning writing va speaking qismlariga mustaqil tayyorgarlik ko'rish reading va listening qismlaridan ko'ra anchagina murakkabroq. Bugungi video o'z nihoyasiga yetib qoldi. Shuning uchun ham keyingi videoda men sizga IELTSning writing va speaking qismlariga qanday mustaqil tayyorgarlik ko'rish mumkin, shular haqida gapirib beraman. Videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.